Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, vatandoshlar. Toshkent Rossiya O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha primoy reys avtobuslarimiz amalga oshyapti. Kimda-kim Toshkent shahri Abdusaxiy avtovokzalidan to Moskvaga, Sankt-Peterburgga, Veliki Novgorod, Tver, Murmansk, Vologda shaharlariga ketmoqchi bo'lsa, bemalol bexijolat ekrandagi raqamlarga telefon qilib bog'lanib kelib ketsanglar bo'laveradi do'stlar. Tanlovda adashmanglar. Sifatli resmiy avtobuslar sizlarda xizmatinglarda. Orenburg, Samara, Penza, Mordovya, Rezan shaharlariga primoy reys avtobuslarimiz sizlarda xizmatinglarda do'stlar. Tanlovda adashmanglar. Kimda-kim shunaqa sifatli resmiy avtobusda ketmoqchi bo'lsa, ekranda ishonchli raqamlarimiz. Dushanba hamda payshanba kunga resmiy avtobusimiz M5 darogadan yuradi. Kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, Orenburg, Samara, Tolyatti, Tambov, Penza, Rezan, Voronezh, Lipetsk shaharlariga, Tula, Kaluga shaharlariga kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol bexijolat telefon qilib bog'lanib kelib ketsanglar bo'laveradi do'stlar. Hamda seshanba, juma kungi resmiy avtobuslarimizda M7 darogadan yuriladi. Orenburg, Kazan, Almet